Hech kim sizga ota-onangiz qilgan munosabatni qilolmaydi. Kim bo'lsa, faqat ota-onagina bolasiga hech narsa kutmasdan, javob kutmasdan jonini ham fido qilishi mumkin. Inson shuning uchun ham Alloh taolo farzand to'g'risida gapirganda o'ziga qo'shib ota-onani gapirgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qada robbuka an la ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Ko'ryapsizmi? Robbing hukm chiqardi. O'zidan boshqa hech kimga ibodat qilmaslikka va ota-onaga yaxshilik qilishga. Ana katta bo'lganda ota-onani nima? Ibodatini Allohning ibodatini qiladi. Lekin ota-ona ham haligi voyaga yetguncha bolaga xizmat qiladi. Allohga shukr qilish kerak. Ota-onani ham demak xizmatini unutmaslik kerak. Bolani yoshligidan ota-ona saqlaydi, ota-ona himoya qiladi, ota-ona yaxshilikka o'rgatadi, yomonlikdan qaytaradi.